Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Avtoliderda yana bitta zo'r avtomobil, zo'r narxga 2022-yil GLS 450 2600 km probeg bilan hali obkatkadan avtomobilimiz chiqmagan. Bu avtomobilimizning narxi 122 ming boshladi. Salonimizga xush kelibsiz hurmatli obunachilarimiz. Bu avtomobilimiz juda noodatiy, chiroyli salonda ishlangan. Mana buni qaranglar, bejavoy koja, mana bitta svetli daraxt, juda idealniy kombinatsiyada avtomobilimiz pnevmopodveskada. Bu дополнительный sizlarga komfort bilan yumshoqlikni taqdim etadi. Avtomobilimiz 3 litr 2 turbina, 362 ta ot kuchi. Avtomobilimizning razgoni примерно 6 sekund. Shunda ham avtomobil 7 o'rindiqli, полный семейный, mazza qilib olib minadigan navalotlardan Abduf Abagrev sideniyalarimiz mavjud. Burmester akustika, 360 gradus kamera, avtoторможение, adaptivniy kruiz kontrol, удержание полосы. Avtomobilimizda faqat masaji yo'q, orqa monitorlari yo'q, davutchiklari yo'q. Buni qaranglar, Maybach anaqalar turibdi. Buni endi birinchi marta ko'ryapman. Manimcha nastroykadan to'g'rilab olishgan bo'lsa kerak. Fruit paketlarigacha bor ekan hurmatli obunachilarimiz. Bu tog'da sizlarga yanada ko'proq proходимость beradi. Bizga xos upravleniyasi juda yengil. Avtomobil kattaligiga qaramagan hurmatli obunachilarimiz, торможение hamma narsasi idealniy. Avtomobilimizni mana hozir bitta komfortga qo'yamiz. Komfort avtomobil yanada yumshoq bo'ladi yurishlari. Shahar bo'ylab spokойно yurganinglarda bu avtomobil bir 13 dan 15 litrgacha расход qiladi. GLS sam по себе juda chiroyli avtomobil, komfortniy va 2022-yilga 2600 kilometrga 122 ming juda yaxshi narx deb o'ylayman. Главныйsi Mercedes sizlarga status beradi. Qaranglar, upravleniyalarni malol mazza qilib olib minadigan mashina. Bizda yana bitta преимуществоsi, orqalari полностью капитанский, 3-ratlari ham hamma narsasi mavjud. Avtomobilni tomonu семейный дальний поездкаларga bu avtomobillar idealniy suyut deb o'ylayman. Nima deymiz hurmatli obunachilarimiz, bu avtomobil наличный zakaz, hammalarni avtolizmda kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.